Biza bu olamga har birimiz xizmat uchun tug'ilganmiz. Nimadir xizmat qilish. Hozir siz repetitorlik qilar ekansiz-ku. Siz o'zingizni tumaningiz, viloyatingiz yoki o'zingizni shahringizdagi har oy deylik 1000 ta o'quvchini rus tilidan savodxonligini oshirib berishingiz kerak-da, taqdiringizda shu narsa bor. Lekin siz hech narsa qilmayapsiz. Ya'ni biz o'ylaymiz, kimga kerak rus tili? Internetdan ham o'rganadi. Odamlarga hozir kerak emas, odamlar qiziqmaydi deb o'zingizga qarshi chiqyapsiz. Mana shu vazifa bilan keldingiz, siz vazifangizni bajarmayapsiz. Sizga balki deyapmanda, puldan muammolar beriladi. Biza puldan muammoga duch kelganimizda qarz, kredit hammasi pikka chiqqanida keyin borib yorib o'sha joyni 1000 ta, 2000 ta o'quvchiga dars o'tishni boshlaymiz. Qo'rqmasdan, bo'ldi, men уже kreditimni to'lashim kerak. Zo'r qilib o'taman, hamma menga kelsin. Shunaqa zo'r chiqaraman. Qarabsizki, siz kreditingizni to'laysiz, keyin doimiy daromad o'zingizda qoladi va mana shu yo'l orqali, boshqachasiga tushunmadingizda, shu yo'l orqali sizga tushuntirdi Xudo. Tushundingizmi endi nima uchun bo'lyapti?